ko'rsatib kelayotgani, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yurtimizda tinchlik va osoyishtalik, millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirishga munosib hissa qo'shayotganligi uchun quyidagilar O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik esdalik nishoni bilan taqdirlansin. Sharof Rashidov tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Danaboyev Bahodir Bahronbekovich. Esdalik nishoni muborak bo'lsin. Islom oilaviy poliklinika katta hamshirasi Abdullayeva Madina Oktabovna. Kesimbayeva Munojot Qo'chqor qizi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi rahbari Sunnatov Qahramon Quvonbekovich. Sharof Rashidov tuman axborot xona markazi mutaxassisi Shukurova Gulnora Fayzullayevna taqdirlanadi. Sharof Rashidov tuman obodonlashtirish boshqarmasi obodonlashtirish ishchisi Mirzayev Rahmatulloh Muqimovich taqdirlanadi.